Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mexanika fanidan kurs loyiha bo'yicha video konsultatsiyamizni davom qildiramiz. Ushbu konsultatsiyamizda demak bevosita namunadagi kabi kurs loyihani bajarishni ko'rib o'tamiz. Men hozir sizlarni Telegram kanaliga tashlab yuklangan mexanika fanidan kurs loyihasini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatmani mana ochdim. Demak, uslubiy ko'rsatmani dastlabki varaqaga e'tibor qiladigan bo'lsak, mexanika fan kurs loyihasi tushuntirish xati tasvirlangan. Bu yerda aralash mavzu demak yozilgan va berilganlar ushbu tushunish xatini ilovasida turadi. Berilganlarda T reduktor chiqish validagi birovchi moment, bu yerda quvvat deb yozilgan, lekin birovchi moment T3 uchinchi valdagi birovchi momentimiz 1100 ekanligi burchak tezlik talabaga dastlabki ma'lumot sifatida beriladi va boshqa ma'lumotlar, ya'ni qurilmaning umumiy ishlash soati, sutkalik yuklanish koeffitsientlari barcha variantlar uchun bir xil qilib olingan. Demak, talabalar mana shu tushunish xatini bo'yicha kurs loyihasini bajaradigan bo'lsangiz, mana shu sariq bilan belgilangan dastlabki ma'lumotlarni o'z variantingiz bo'yicha o'zgartirishdan boshlaysizlar ishni. Keyin bajardi qismiga guruhingiz, familiyangiz, ismingiz yoziladi. Va kurs loyiha namunasini mantiqan ikki qismdan iborat deb o'tishimiz mumkin. Birinchi qismida asosan mexanik uzatmalar to'g'risidagi ma'lumotlar, standart jadvallar, tasvir to'g'risida ma'lumotlar keltiriladigan bo'lsa, kurs loyihani bajarishning ikkinchi qismida esa aynan hisoblash ishlari olib boriladi. Demak, kirish bu sizlarga demak tanishib olish uchun keltirilyapti. Konusma uzatma to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarni ushbu ma'lumotlar asosida yana ham chuqurroq o'rganib olishingiz mumkin. Konusma g'ildiraktichlarining egilishga chidamligini hisoblash, ya'ni hisoblash egilishga aylantirib hisoblash usullari, metodikalari bu yerda keltirilgan. Chizmalarda ularning turlari to'g'risida ma'lumotlar, mana koeffitsiyentlar, ularni tanlash usullari, mana jadvallar, demak tishli uzatmani hisoblashda uning qattiqligi, boshqa qiymatlarga bog'lab tanlanadigan koeffitsiyentlarimiz ushbu hisoblash metodikasida tasvirlangan. Shu narsani aytib o'tish kerakki, fanimizda reduktorni va tasmali uzatmani hisoblash jarayonida biz bir nechta standart jadvallardan koeffitsiyentlarni tanlashimizga to'g'ri keladi. Ushbu koeffitsiyentlarni turlarini bevosita hisoblash jarayonida sizlarga tanishtirib o'taman. Va uchinchi qismida konussimon tishli g'ildirakning hisob ketma-ketligi ko'rsatilgan. Aynan g'ildirakni hisoblash usuli bu ham sizlarga ma'lumot sifatida berilyapti, tanib o'qib olishlaringiz uchun. Standartlar qora sonlardan ko'rsatilgan. To'rtinchi tasmal uzatma haqida ma'lumot, demak tasmal uzatmalarining turlari, tasma turlariga bog'liq holda keltirilgan. Tasmal uzatmaning shkiflari, mana 5-chi temachamizda turibdi. Shkiflar, ularning parametrlarini tanlash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Xuddi mana shu yuqorida ta'kidlab o'tgan 1-betdan 15-betgacha bo'lgan ma'lumotlar sizlarning kurs loyiha hisobotingizda yuqoridagi tartibda qoldiriladi. Buni faqat sizlar o'qib, o'rganib, kurs loyihani bajarishga tayyorlanishingiz uchun keltirilgan. Va aytib o'tganimizdek, mana bu sariq bilan belgilangan qismi ham o'z nomingizni yozib o'tishni unutmasligingiz kerak bo'ladi. Hammamizda demak 16-betda kurs loyihasini bajarish namunasi keltirilgan. Bu yerda aynan birovchi momentning 1100 va burchak tezlik 15,5 radian sekund bo'lgan parametr qiymati uchun ushbu konussimon reduktor va tasmali uzatmadan iborat yuritmani loyihalash jarayoni keltirilgan. Demak, mana shu betidan boshlab siz o'z kattaligingizni qo'yasiz va ushbu chizmani chizib, mana birinchi rasmni xuddi mana shu holatda qoldirib, hisoblash ishlarini bajarasiz. Demak, yuritmaning kinematik hisobi bajariladi bu yerda. Birinchi.
Kinematik hisobni boshlashdan oldin sizlarga shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, ushbu yuritma kinematik hisobida yuritma uzatmalari uchun vallar parametrlarini biz aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu sxemada yana vallarni tasvirlab olamiz. Xuddi shu sxema, faqat men vallarini aniq ko'rinishi uchun uni qizil rangda tasvirlayapman. Chunki har bir valdagi energetik ko'rsatkichlar, ya'ni burchak tezlik, aylanish chastotasi, birochi moment va quvvatni biz aniqlab olishimiz kerak hisob ishlari boshlamasdan oldin. Shuning uchun yanglishmaslik uchun mana shunday holatga keldim. Albatta elektromotor joylashgan valimiz birinchi val bo'ladi. Bu valda bitta shkif joylashgan bo'ladi. Tasmal uzatmaning yetaklovchi shkifi. Demak, elektromotorning aylanish chastotasi, birovchi momenti, burchak tezliklari, quvvati birinchi valning energetik parametrlari deb yuritiladi. Xuddi shunday ikkinchi valimiz, ikkinchi valning o'ng kirish uch qismiga tasmal uzatmaning katta shkifi, ya'ni yetaklanuvchi shkifi va ushbu valimiz bevosita reduktorga joylashib, yetaklovchi tishli konusimoq g'ildirakni o'zida joylashtirib o'tadi va ikkinchi tomondan korpusga podshipnik bilan o'rnatilgan. Demak, ikkita podshipnik bilan o'rnatiladi bu korpus. Va u bilan ilashgan holatda yetaklanuvchi konusimoq g'ildiragimiz konsol holatda, ikkita podshipnik ham uning bitta tomonida joylashgan holatda uchinchi valni tashkil qiladi. Ushbu valimiz to'rtinchi mufta bilan ishchi qurilmaga ulanadi. Demak, birinchi valdagi harakatni kurs loyihani bajarishdan maqsad mana shu vallarga ketma-ket o'tkazish natijasida uchinchi valda belgilangan birovchi moment bilan burchak tezlikni ta'minlash nazarda tutilgan bo'ladi. Namunaga qaytadigan bo'lsak, demak ushbu holatda dastlab yuritmaning kinematik hisobi bajariladi. Kinematik hisobni bajarish uchun biz yuritma uchun elektrodvigatel tanlashimiz kerak bo'ladi. Elektrodvigatel bu elektrodvigatelni eslaringizda qoldiring. Birinchi valning quvvati va birinchi valning aylanish chastotasi bo'yicha aniqlanadi. Demak, buning uchun bizlarda uchinchi valning aylanish quvvatini umumiy, umumiy foydalish koeffitsiyenti, umumiy uzatmalarning umumiy foydalish koeffitsiyentiga bo'lish natijasida aniqlanadi. Demak, bu yerda uchinchi valning quvvati, uchinchi valdagi burchak tezlik va birovchi momentni ko'paytmasini, demak, mingga bo'lingan natijasida hisoblanyapti. Ya'ni uchinchi valimizdagi quvvat 17,5 kilovatni tashkil qiladi. Ushbu ikki parametr esa yuqorida berilganlardan olinadi. Uchinchi valimizning quvvati 17,5 kilovat bo'ladigan bo'lsa, uni umumiy foydalish koeffitsiyentiga nisbati bilan birinchi valni, ya'ni elektromotor joylashadigan elektromotorning quvvatini aniqlaymiz. Demak, bu yerda umumiy quvvatni ham aniqlab, umumiy foydalish koeffitsiyentini ham aniqlab o'tishimiz kerak. Umumiy foydalish koeffitsiyenti tasmal uzatmani, reduktorni va podshipnik hamda muftalarni foydalish koeffitsiyentlarini ko'paytmasi bilan aniqlanadi. Ushbu foydalish koeffitsentlarining son qiymati 2-jadvaldan tanlangan. Mana shu yerdan tanlangan. Demak, bularning son qiymati mana tasmaniki 0.96, reduktorniki 97, podshipniklarniki 0.94, muftaniki 1 va ularning ko'paytmasi 0.92 ni tashkil qiladi. 7-chi yuritma uchun tanlashga o'tiladi. Demak, bu yerda aniqlangan qiymatlarni bo'lish natijasida elektromotorning quvvati aniqlanadi. Bu 18500 watt, 18,5 kilovatni tashkil qilyapti. Demak, 18,5 kilovatni tashkil qilyapti. 18,5 kilovat quvvatga ega elektrodvigatel. Mana shu elektrodvigatel, demak, mana bu aralashtirish qurilmasi uchun yetarli bo'lgan quvvatni ta'minlaydi
deb tushunamiz. Topilgan qiymat asosida ikkinchi jadvaldan, mana shu jadvaldan elektrodvigatelni tanlab olamiz. Demak, ushbu misolimizda 18,5 kilovat aylanishlar soni 1467, ya'ni 1,5 ming оборотlik elektromotordan demak 4A160M400 markali elektr dvigatel qabul qilingan bizning misolda. Mana shu qabul qilingan. Aynan 1500 оборотlik motorlar guruhidan qabul qilingan. Buni xohlasangiz 3000 оборотlikdan ham olishingiz mumkin sizlar, minglikdan olishingiz mumkin yoki bo'lmasa 750lik aylanish chastotasiga ega bo'lgan motorlardan tanlashingiz mumkin. Aylanish chastotasi deyarli bir xil, faqat bu yerda quvvat farq qiladi bir-biridan. Mana 0.75 dan 30 kilovatgacha quvvat atrofida berilgan. Demak, bizning misolda 15